好，教你学国家通用语言情景绘画，即学即用2。我是你们的老师 Segila Eskai。今天我们要学习的是第10单元第1部分的目标大本营啊。首先我们来看一下一词多义。今天的一词多义呢是吹啊，吹。吹它在这个地方一共有几个意思呢？有三个。那咱们来看一下。本人就是合拢嘴唇，用力出气，那就是这个就是吹的意思啊，吹一口气，这就是吹一口气。吹灭，比如说那个蜡烛香了呢，要干不啥，啥有知道过？那这个就是吹灭嘛，扑的有知道些。吹灯。那以前给那个치라클라바고那个那마일라블라 양드롭 보이다가 그래서 유지업 가도도那就是吹灯啊。然后呢，这个吹灯在这个地方，有3个，你看有几个意思啊 ？A 把灯吹灭 ，B 比喻人死亡 ，C 比喻失败垮台，那就是说吹灯那个치라크는 줄이시던 başka 니에는 만스와게 무쇼 아담 투겹 кет게 모습뭐也是吹灯。然后呢，比喻失败垮台，就是说为了不那个马路不好的也可以用吹灯啊。那那个吹毛求疵，毛的也么的tükürü고 tükürünü kılıp uçet buçet ki ağrıp içedeki muşu küçük mında çekitlerini yapılması küçük nimelerini izleş diyendek. Na 吹毛求疵意思就是什么呀？就是说zıhırlap duruvağanı 吹毛求疵 deyimiz. Küçük kıldek meseleni mo yapmış edi mesele badep durupçu. İlak zıhırlap durağanı zıhırlısa 吹毛求疵啊。吹笛子，吹笛子，能那个吹灰之力，灰的人抢刀上去那我。degan bunun qanchalik kuch ketadi, na jo cho'y huy chili degan vaqtimizda intayin az kuch sarf qildi degan ma'noda chiqadi. Masalan, 我做这件事情不费吹灰之力. Men bu ishni qilsam hech qanchalik kuchim sarf bo'lmaydi. Men bu ishni qilganda hech qanchalik kuchim sarf bo'lmaydi deganda ekan. 不费吹灰之力。第2个意思呢是说大话，那就是那就是吹能吹牛、吹嘘都是一样的啊。你别吹牛了啊，你别吹牛了。第3个，类似吹的动作，那么就吹拂。风吹草动，那就是下班的不样的，能那个风吹小毛吃的嘛，吹不了那冷些的话，说那个风吹雨打小毛那个乌鲁西这boran 잡고라도 qilish deb tushunsak bo'ladi. 那就是说风吹雨打desak nurg'un jafo mushaqqatlarni beshidan o'tkazdi degan ma'noda chiqadi. Jumla boran chapqonda qilish,其实u rost boran chapqonda demakchi emas. Balki bu shu qiyinchilikqa qarta olab mangdi. 风吹雨打。好，这个呢，其实面的就吹那个就yana bir ma'nosi var. Mesela ben şu muhabbetimle ayrılıp gitken olsam, 那我可以说 ikimiz pufla diyen olsa, 我们2个吹了，那意思就是我们分手了 diyen gibi. ayrılıp gittik diyen呢，我们吹了。那跟我一起读一下，吹一口气，吹一口气，吹灭，吹灭。吹灯，吹灯，吹毛求疵，吹毛求疵，吹笛子，吹笛子，吹灰之力，吹灰之力，吹牛，吹牛，吹嘘，吹嘘，吹拂。吹拂，风吹草动，
风吹草动，风吹雨打，风吹雨打。好，这是我们的一词多义。那接下来是词句例示啊，词句例示。这个我们来看一下今天的词句例示有几个呀？有3个啊，有3个。第一个呢是既什么什么又什么什么，ham degan。ikincisi此刻mushu vaqtda mushu daqiqda degan。第3个是从此以后buningdan keyin degan shuningdan keyin degan。好，那我们先来看一下第一个。既什么什么又什么什么，表示并列关系。bu nima munosabatni deydigan tangdosh munosabatini deydigan tangdosh munosabati。连接结构和音节数目相同或相似的形容词、动词及动词词组。那就是说既bizdimi yo bizdimi degan ikki yerga ulaydigan so'z qanday bo'lishi kerak? xatninki soni o'xshab qoladigan yoki bu xatning soni o'xshash yoki bo'lmasa o'xshib ketadigan suhbatdandoq yo fe'l qatorliqlarni akilishimiz kerak degandek gapkanda. Chi 什么什么 yo 什么什么 ham degan ma'noda. Masalan mening singlim ham nima deylik? Ta hem aqlli hem chiroyli desak, 我的妹妹既漂亮又聪明。我的妹妹既漂亮又聪明desak bo'ladi。那么再比如说，我觉得这一份工作meningcha bu xizmat ham ahamiyatli ham maoshi yuqori desak， 我觉得这份工作又有意义啊，既有意义啊，既有意义，工资又高，既有意义，工资又高，对噻，不多。然后再比如说，我今天去买鞋子，买鞋子的时候呢，我遇到了一双鞋子，我遇到一双鞋子，bu oyoq qanday desak, suptimi bak yaxshi ekan, anandagin bahosimi arzon ekan。那我应该说这双鞋子怎么样？既便宜，质量又好。既便宜，质量又好。第三个不多。好，既又 ham。那我们来看一下这个地方的例子啊。她既漂亮又聪明。u ham chiroyli ham aqlli。ikincisi，他既是我的哥哥，又是我的老师。u ham mening ogam ham mening muallimim。u ham mening ogam ham mening muallimim。好，那在这个地方，我呢再说一下啊 ，ham 的表那不是吧？又的啊，又。这个又不然既又呢，给你们拍了个包都的噻。其实在这个地方，她又漂亮又聪明，她又是我的哥哥，又是我的老师的噻。我们其实也可以啊，也可以。lekin bir talhat kelgan vaqtimizda yovni ishlatamiz, chi yovni ishlasak bo'lmaydi。就是说，一个音节的时候啊，这个一个字单音节的时候 bir talhatlik bo'lsa yo'q kelsa bo'ladi, chi yo'q kelsak bo'lmaydi。Masalan, bu tovus ham cho'ng ham tatli ekan desak， 这个西瓜又大又甜，大甜 amasi bir xat qo'y， 那bu yerga又 kelishi kerak， 又大又甜啊，那buningga man既大又甜desam bo'lmaydi。明白了吗？再比如说yani masalanga bu bola ham egiz ham kelishgan ekan desak， 这个小伙子又高又帅，这个小伙子又高又帅deyishimiz kerak。那就是又가 o'sha bir xat kelsa bo'ldi. Chi yo'ga ham degan vaqtimizda eng oz deganda 2 xat bo'lishi kerak。会了吗？第二个，此刻
此刻deganimiz mushu vaqtning o'zida, mushu daqiqada. Hozir meningki shu bir tom suv ichayotgim kelyotdi desam, 此刻我想喝掉一桶水。此刻我想喝掉一桶水。Sip hozir mushu o'zimni ko'lchakka otqidek bo'layaptimi desam, 热的我此刻就想跳到游泳池里啊，热的我此刻想直接跳到游泳池里都可以啊，都可以。此刻mushu vaqtda o'zimninki qanchalik hayajonlanayotganligimni gap orqali, so'z orqali ifodalab berolmayman desam, 此刻我无法用语言来表达我有多么激动。此刻我无法用语言来表达我有多么激动。那接下来我们看一下这个地方的例子啊。此刻我只想和家人在一起。Bu vaqtda mening faqat uydagilarim bilan birga tug'im bor. Ikkinchisi nima debdi? 此刻我感觉到了真正的幸福。Bu vaqtda men haqiqiy baxtni his qilyapman. Haqiqiy baxtlik his qildim 都可以啊。此刻我感觉到了真正的幸福。好，这个是此刻 mushu vaqt degan ma'noda. Uchinchisi 从此以后，从此以后表示从现在开始之后的时间。Yani hozirdan keyingi, buningdan keyingi vaqtni ko'rsatib beradi desak. Masalan, buningdan keyin bulmaq yemayman desam, 从此以后我再也不吃糊糊了desak bo'ladi. 再比如buningdan keyin men opam dadamni qaqshatmayman desam, 从此以后我再也不 amaliyotda buniki 有很多这个 qaqshatmaymiz degan chaqda 有很多种表达方式啊。我们可以说从此以后我再也不折腾我爸爸妈妈了 desak bo'ladi. 我从此以后我再也不让爸爸妈妈操心了 desak bo'ladi. 都可以啊。这个是从此以后。那不能就hozirdan keyin bo'lsa 就从此以后bo'ladigan bu shu iliq vaqtdan keyin desak o'tib ketgan bir vaqt bo'lgan bo'lsa uni nima deymiz? 此 degan bu 从那以后 deymiz. shuningdan keyin deb tushunsak bo'ladi. shuningdan keyin bo'lsa 从那以后, buningdan keyin bo'lsa 从此以后啊。buningdan keyin yana yolg'on gap qilamsa qilmamsa bo'lsa 从此以后你还撒不撒谎了 desak bo'ladi. 那 uningdan keyin 或者说 shuningdan keyin biz uchrashib boqmadik desak 从那以后我们再没有见过面。从那以后我们没有再见过面desak bo'ladi. 从此以后从那以后әр shekillisini o'rganib qo'yaylik. 那 hozir miyadagi misolga qarab baqsak 从此以后我再也不说谎了. buningdan keyin men endi yolg'on gap qilmayman debdi. 从此以后我再也不说谎了。ikkinchisi 从此以后我们要好好学习。buningdan keyin biz yaxshi o'rganishimiz kerak. 对，biz yaxshi o'rganishimiz kerak debdi. 好，这个是今天的，是不是很简单？那也阿萨呢？那跟我一起来读一下啊，一定要一起读，这么大声的读。她既漂亮又聪明，她既漂亮又聪明，他既是我的哥哥，又是我的老师。他既是我的哥哥，又是我的老师。此刻我只想和家人在一起。此刻我只想和家人在一起。此刻我感觉到了真正的幸福。此刻我感觉到了真正的幸福。第三个，从此以后我再也不说谎了。从此以后我再也不说谎了。从此以后我们要好好学习。从此以后我们要好好学习。好，这个是我们的词句例式。
那接下来呢是表达方式。那表达方式是什么呀？感叹心情啊，感叹，然后心情就是说ma'lum bir ishqi bo'lgan shu hissiyotimizni qanday ifodalaymiz degandek kayfiyatimiz degandek narsalarni这个ifodalashsa。我们来看一下具体内容啊。太棒了，太棒了，你们degan qaltis，你们degan yaxshi，太棒了，这是xushyo'g'an心情是吧？太好了，你们degan yaxshi，太好了，太棒了，其实是一样的啊。你根本想象不出有多热闹。siz qanchalik qizib ketgan ekanligini tasavvur qilolmaysiz。你根本想象不出有多热闹，那场面太让人吃惊了。u ko'rinish odamni bak hayron qolg'izdi ekan。那就是对u shu vaqtda yuz bergan ish ya'ni shu ko'rinish odamni bak hayron qolg'izdi ekan。他们兴奋的不得了，ular shunchalik hayajonlanib ketdi。这个的不得了deganimiz就 A 的不得了的pishirtimiz odatda就 bak mundaq deganni就 A 的不得了。masalan bak yaxshi desak yaxshi shundoq yaxshi desak 好的不得了。andan keyin坏的不得了，高的不得了，帅的不得了，好看的不得了，好吃的不得了都可以啊，就是 bak bakshi degan ma'noni bildirdi。那么的hayajonliqida o'zini bosolmadi就是 bak hayajonlanib ketdi degan ma'noda。asti简直让人不敢相信自己的眼睛。odam o'zining ko'ziga ishongisizla holatda bo'ldi。那意思就是ko'zimizga ishonolmayla qoldik。那就是 ko'zimizning oldida ko'rgan bu narsalar rostmidi degidek。实在太精彩了，真了不起。bak payziga bak qaltis bo'ldi， nima degan qaltis degan ma'no degan。下面呢，我今天特别开心。men bugun nihoyatda xushal。我今天特别开心。bu nim bo'ldi desak就这下面是心情了啊，开心。然后呢，开心的都不知道该说什么了。xushalligimda nimani deyishimni bilolmadim。那还是非常开心demakchi。然后ostida好伤心，ajab ko'nglim yerim bo'ldi。好难过，ajab ko'nglim yerim bo'ldi。ikkisi o'xshash lekin伤心难过qaragan chaqda texmo ko'ngli yerim bo'lish。真郁闷，ajab ichim siqildi，ajab bir xat degidek bo'lsa就是真郁闷啊。ajab qildi desak就真郁闷。好久没有这么开心过了。ajab uzun bo'pti bunda xushab boqmaganqa。今天心情特别好。bugun kayfiyatim shunday yaxshi。那 kayfiyatingiz yaxshi bo'lmasa， 今天心情不好。kayfiyatim yaxshi emas。心情糟糕透了。bugun kayfiyatim vahshiy nachar degandek。心情糟糕透了desak bo'ladi。kayfiyatimizni 心情deydiganmiz。好，那yugunib bo'ldik。endi qanday qilamiz？跟老师一起读一下啊，读一下。太棒了，太棒了，太好了，太好了！你根本想象不出有多热闹，你根本想象不出有多热闹。那场面太让人吃惊了，那场面太让人吃惊了。他们兴奋得不得了，他们兴奋得不得了，简直让人不敢相信自己的眼睛，简直让人不敢相信自己的眼睛。实在太精彩了，真了不起，实在太精彩了，真了不起。我今天特别开心，我今天特别开心，开心的都不知道该说什么了。
开心的都不知道该说什么了。好伤心，好难过，真郁闷。好伤心，好难过，真郁闷。好久没有这么开心过了，好久没有这么开心过了。今天心情特别好，今天心情特别好，今天心情不好，今天心情不好，今天心情糟糕透了，今天心情糟糕透了。哎，表情都没了的们，那看着老师的表情，你也知道我在说什么，是吧？好，那这个内容完了，那我们看一下我们今天的看一看学一学是什么呀？乐器。乐器. 나 무쇼 çalgı asbaplar degende tam da çalgılar gene. 我们来看一下第一个是什么呀？琵琶，琵琶哦，琵琶感。第二个呢，这样子的敲的呢，笛子，笛子，那是吧？古筝，古筝是什么呢？就古筝啊，古筝。然后二胡，二胡，这个二胡，唢呐，唢呐，唢呐，鼓，鼓，你们咚吧，号，号，康乃，吉他，吉他啊，吉他 ，guitar。口琴，那叫做呢？口琴，那eres harmoni。小提琴，我们都叫做这个呢？小提琴面给的叫做那小提琴是 skruka。钢琴，钢琴这个钢琴的声音不多，pianino的声音不多啊。手风琴，以前这个。搞聚会的时候，有的帕列丹的汉讲的特别喜欢的一个accordion，然后艾捷克 reject， 然后呢，杜塔尔 dutar， 冬不拉，冬不拉，冬不拉，萨塔尔 satar。然后手鼓，手鼓 ，dop。好，那这个是我们的乐器啊，是我们的乐器。那下面跟老师一起来读一下啊，琵琶，琵琶，笛子，笛子，古筝，古筝，二胡，二胡。唢呐，唢呐，鼓，鼓，号，号，吉他，吉他，口琴，口琴，小提琴，小提琴，钢琴，钢琴。手风琴，手风琴，艾捷克，艾捷克，都塔尔，都塔尔，萨塔尔，萨塔尔，手鼓，手鼓。好，那么在这个地方呢，我再说一下啊。这个的就是有弦的这个 taras basen， مثلا 琵琶古筝、吉他，还有呢，吉他，қолды тұтылып тұрып мында нем қылды ғой，吉他然后，我看杜塔尔、萨塔尔，那这些东西好像就是说。қолы bilan mundaq chaladigan narsalarni, qo'li bilan tarisi va qo'li bilan chaladiganlarni odatda biz nima deymiz? Tan deydi va tan, jita, tan,
读塔尔，弹古筝，古筝对的。那俺那的跟像嘛我笛子，现在的个笛子啊，乃唢呐、号、口琴，不知道那么ağzı bilen çıkırdı过，出来的，我呢吹来的，吹笛子，吹号，吹唢呐，吹这个口琴啊。俺能听见嘛鼓东巴的敲了的过，我呢敲鼓。敲手鼓对吗？打鼓的时候不读，打鼓的时候不读啊。俺能听见这个小提琴，伊拉们的你们是吧？那他那都是葫芦不来的嘛噻，有那个东西的啊。我弄的嘛是小提琴呢，就是拉小提琴、拉二胡，拉这个艾捷克，不拉不忙多。俺能理解嘛？手风琴那么么的，他的帮的不理解，他也是拉手风琴啊，拉手风琴，这是这个，那到时候不要不会说。好，那今天我们的课上完了，给作业呢是这些乐器都要会说，而且要会用啊。你们的第一呢，不是什么是给来怎么说？你会拉琵琶吗？这才不买的。你会弹琵琶吗？这什么是给来？就么？这个aldığın qaysı sözünü әкеліп тұрып çeliş mi这个yoki bo'lmasa tortish mi yoki bo'lmasa çoyla qilish mi ya urush mi你都得知道啊。然后呢，表达方式savoqdaşlar özara bunun diyalog düzüp做对话，这个词句例式造句啊，一共有3个，既又此刻从此以后全部都要造句，一定要按时完成作业，不然老师就不高兴了啊。那我们今天的课就到这里，下一期再见。